Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Show biznes olamida yana bir quvonchli kun. Taniqli va barchamiz sevgan aktrisa Rayhon Ulasenova xonadonida katta tantana. Aktrisa to'ng'ich o'g'lini uylantirmoqda. Ushbu to'yning har bir detali ortida ulkan mehnat va mehr yotibdi. Ma'lum bo'lishicha, go'zal kelinimiz Aziza uchun tayyorlangan sarpolar naqd bir hafta davomida faqat qo'l mehnati bilan o'zgacha mehr berib tayyorlangan. Aktrisa farzandlarining baxtini ko'rib yurak so'zlarini shunday izhor qildi. Farzandlarim Aziz va Aziza, sizlarga dunyodagi eng go'zal baxtni tilayman, deydi to'lqinlanib Rayhon Ulasenova. To'y taklifnomasi esa haqiqiy san'at asari bo'lgan. Aktrisa taklifnoma haqida to'xtalib, men kelinimning taklifnomasini maxsus chig'anoq ichida yasatdim. Chig'anoq ichidagi dur bitta bo'lgani kabi mening kelinim ham bitta, deydi. Eng qiziqarlisi va tahsinga loyiq tomoni shundaki, ushbu chiroyli taklifnomalarni kuyov bola Azizning o'zi o'z qo'llari bilan yozib chiqqan. Biz ham yosh oilaga baxt va saodat tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Show biznes yangiliklari sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosishni ham unutmang, hurmatli tomoshabin.